Faqat 16-iyun kuni uchun dollar kurslari e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchi, kanalimizga xush kelibsiz. Shu kabi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekiston Markaziy banki 2026-yil 16-iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Unga ko'ra dollar 1.98 so'mga arzonlab 11.979 so'mga tushdi. Yevro 25.26 so'mga qimmatlab 13.904 so'm bo'ldi. Rossiya rubli 0.14 so'mga arzonlab 164 so'mga tushdi. Funt sterling 4.53 so'mga qimmatlab 16.085 so'm bo'ldi. Yapon yenasi 0.04 so'mga arzonlab 74.82 so'mga tushdi. Shveysariya franki 41.17 so'mga qimmatlab 15.103 so'm bo'ldi. Xitoy yuani 0.83 so'mga qimmatlab 1772.92 so'mni tashkil etdi.